Bol obunachilar, bugungi video shunchaki qiziq. Oxirgacha ko'rsanglar buni bilib olasizlar. Biza hozir ko'ngga tushgandek mazza qilib aylanib chiqdik. Bunday narsalar endi sizlarni ko'z oldinglarga keltirishingiz oson bo'lmaydi. Xullas mana shunday blogga men kreativdan oldim, albatta uzr. Lekin menda yo'q, menda atigi 4 ta temir nima hazillashyapsizlarmi deyishingiz mumkin. Albatta hazil. Mana bu yerni hozir ochib ko'ramiz. Albatta bu endi rost. Obunachilar, men million yil konda yurganim yo'q. Shuning uchun ham bu konni sizlarga oxirgacha tushib ko'rsataman. Albatta like bosinglar, obuna bo'linglar. Bu konni oxiri yo'q desam ishonasizlarmi? O'sha ozgina olamiz. Kerak narsalar albatta kerak emasdi. O'sh pastga tushamiz. Mana bu effekt 5-10 xullas maksimum test. Bu kreativda sindirganda sindiradi. Qaranglar obunachilar, bu super tez degani bu. Super qaranglar, soniyalarga ham bormayapti. Hop. Bu kreativdan ham tez sindirar ekan, ishonasizlarmi? Bu kirkani men atigi 2 ta kitob bilan birlashtirdim. Qorong'u bo'lib ketdi. Omad ikkinchi sehrga ega emas u, lekin 2 ta tushmaydi-yu, lekin deb aytayim, buni men mustahkamlashim kerak. Bu kirka men uchun hali aziz. Xullas do'stlar, tak. Hoppale. Ben buni bu kirkani hozir tiklayman. Tiklab kelish uchun tepaga chiqish kerak. Tepaga chiqish uchun osmonga xullas 2 ta kirka cho'pib olamiz bu yerdan. Tepada taxta bor edi. Bu kon ko'ryapsizlarmi? Даже men bedrockga bir attiga bu kirka ishonsanglar nimadirda. Anaqani ham sindirar ekan, obsidianni yorug'lik tezligida. Ayniqsa bu effekt 5-chi yana hozir men sizlarga buni uron qanday ishlashini ko'rsataman. Menda taxta yo'qmi? Menda? Bo'lishi mumkin emas taxta. Men shuncha yil qayerda ishladim taxta olmay. Chicharnik. Bitta taxta olaylik, ketdik. Xo'sh obunachilar, bu sehr qanday ishlashini ayta olmayman, lekin 5 ta darajani surib oldi yaramiz. Xo'sh, bu kirkani men tiklab ishlatsam ham bo'ladi. Shuning uchun daraja kerak. Men darajani qayerdan olaman? Mana bu ichkaridagi hamma qo'ylarni, mollarni chopishim kerak. Xuddi 2 ta zarbada o'ldirgandek qilib. Xullas men Minecraft qotishi nima sababdan deya olmayman. Bu yerga hoppalay qilib sakra olmaymiz yaramiz. Maylisin. Hop. Hozir menga bilsanglar hech narsa kerak emas. Bularni chiqarib olmaslik kerak. Bular hammasini bitta o'ldirib chiqish kerak. Bo'lmasa Minecraft menda super giper qotadi. Negaligini ayta olmayman, chunki menda modlar bor har xil. Counter mod, Minecraft mod, Minecraft qanday mod desangiz shunchaki modda endi. Tak. Minecraft ozgina yaxshilashdi demoqchi edim. Padalingalarni buni qo'chishini qara.
Hozir men tog'amni chaqirib kelaman. Mana meni tog'am hozir tug'iladi. Chacha demoqchi edim, ko'rinmay qoldi. Tak. Eshik yo'qmi? Tak. Sandiqni ochamiz. Sandiqda hech nima yo'q. Mana bu 3-4 ta narsalarni tashlab ketamiz-da. Keraksiz narsalarni tashlab ketamiz-da. Nima qilmoqchi edim men, xo'sh. Men qilich bitta zarbada yo'yadigan qilich yashamoqchi edim. Ha, to'g'ri, yashamoqchi yaxshi. Bir-ikki. Xullas, 2 xil qilich yashaymiz. Ha. Endi yana taxta muammosi. Bu taxta muammosi kelaverar ekanda. Jo'ja, senda ham shunaqa taxta muammosi yo'qmi? Ezdik yo'qdami bu taxta chopib beraymi? Deb bitta qishloqqa kelmanda yonimga. Tak, mana shu o'zida bale qilaveramiz, bo'ldi, karocha. Pastda cho'p bor edi, tushkim kelmanda erindim. Tak. Bunaqa qilich yasayman. Bu qilichni bundoq qilib, bunday qilaman. 17-roja kerak ekan. Bunday qilib turib, bunday qilsam. Endi 19 kerak ekan. Bo'ldi, men tushundim uka. Bu ikkalasini qo'yib turish kerak. Keyin kelganda gaplashamiz. Hop. Endi bu qilichni sinab ko'ramiz. Nigar. Padaringni la'nat. Qochib ketmalaring. Shunchalar kam o'rin oladimi bu? Xatya bilan jon kamaytirib chiqib. Hatdan tashqari men ko'p kreativni qo'tmasdi. Xo'sh, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va like bosinglar. Va shu tariqa men bu videoni ikkinchi qismini boshlayman. Ikkinchi qismini olaman. Kommentariyaga xohlagan so'zinglarni qoldirib ketinglar va men ikkinchi kanalim desam ham bo'ladi buni. Bu naryoqda o'ynab turay. Bu meni ikkinchi kanalim, birinchi kanalimda esa 39 ta yoki qanaqa 39 ta, 100 ta yaqinda 100 ta bo'lamiz birinchi kanalimda. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr, salomat bo'ling.